Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurashkusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jakalaydi. Hurlik yashasin. Menmi Uyg'urmi? Abduri Tamca. Uyg'ur aqsa darya kelgunda, sapqanlari aqsa agizda, möküp yurgan qarshi qirg'oqda, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Yura desa jon qirindishim, so'rab chiqqan koni qalishim, yordam desa og'irgan beshim, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Yaxshi so'zga ko'p turib fikirim, düşmanlarni deb men adishim, qirindoshni qo'ymay g'adishim, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Kelgini yo'q qo'limdan ishim, o'xshamaydi ichim va teshim, sezilmayman bahor buyuqishim, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Azgallarni tindirolmay ham simont yo'lda to'la putlishim, paturmayman texi yurtishim, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Kasb idi kaynadan g'ajosh, sahnalarga ko'chdi datlishim, qatturmadim o'limga beshim, ayuhannas, menmi Uyg'urmi? Mundaq yashab yurgandan ko'ra afzal ekan o'lib tugishim, kelar yig'lab shu chaq Uyg'urim, so'rash nomus, menmi Uyg'urmi? O'tmishda yashash. Abduri Uyg'ur. Yanchilg'an arman, shukr va sabrning parvishlaridan qachudu har yon. Mislir bu qurut ichingni yab qachudu hamon, izdab darmon. Mumkinmi bir gulning ichilmaqi qora toshda, yurak deb ismi bor shu qattiqlikda. O'tmishdagi bu gunoh arman, aşalmadın qir va kashki yiyolmading yurakdagi kir. İçding qenim, yoqding jenim bo'lib achchiq sir. Bu kunlar mushundoq o'tib ketarmi? Armanlar o'zini unutib ketarmi? Yangi kun konisiga o'xshaverib g'azongning to'kilgani bekor ketarmi? Cenaze töt put bo'p o'zi kelarmi? O'tmishdagi shu achchiq arman o'lim bilan ko'chib ketarmi? O'tmish, ya tushimdan chiqmading, ya umumda kelmading, kelgusimni ko'ray desam, ya yo'limdan qochmading, bahorimni o'g'irlab, ya ko'zimda ochmading, ya oldin, ya orqam ham bo'lolmading. Mening behisob arman va jig'am mushu azoblik misralar bilan tugab ketarmi? Ve yoki yangidan boshlab kelarmi? Yangi bir misra, yangi armanlar.
Yo'q, qo'yg'ina. She'r bilan aldinma, havaslanma daftarimni yepib manga xo'sh deb ketarimmi? Qayta tutilish. Abduriy Xandan. Bu qatim yillar keyningdan yugurdi. Aliqonga ilingan jenim bilan tang. Putlarimga esildi noma'lum kelgusi bir necha yildan keyin degan umid. Men yo'lg'an deyman, ishongim bor edi. Yillar kechib ketadigandek barmoqlarim bir-biriga yor edi. Piyoz to'g'ravitib yig'layolmadi ko'zlar. Piyozlarni yig'latdi. Botirlik qissalarni so'zlayolmadi lavlar, cho'chaklar o'zini jimladi. Bulonlardagi balalardek shumshaygisi keldi yurakning. Umchaygisi keldi hatto o'yladagi chilakning. Mendim bir jutum ishtahoyat. Sendim bir tishlam tishlagach, men bu hayotning ichida erib ketyapman. Erishni bilmaydigan to'mirlarga qorigan ko'zlarimda. Oxirgi qatim bo'ladi bu qatim. O'ngan ko'ngliklarimning rangidek. Og'irgan so'ngaklarga patmaydi qattiqchilik, so'ngaklar yumshaydi. Andim yo'qaydi. Sana agashgan ko'langidek. Biz ikki yerda tutqun bo'ldik. Sen qayta tutilganda, men qayta yaşaverdim. Erkeklik tabiri. Abduriy Uyg'ur. Erkeklik her bir ish harakatida doimiy ravishda yaratquchini aslab turishingdir. Erkeklik sharaf so'zi va izzat pozitsiyasi tutmaqdir. Erkeklik beg'ishlash, taqdim qilish, qurban berish va fidokorlikdir. Erkeklik sana yaxshilik qilgan kishiga yaxshilik qilib, yomonlik qilganga yomonlik qilmasligingdir. Erkeklik boshqalarni hurmatlash, ularning ko'z qarashini hurmatlash, ularning ko'z qarashi sababli tuvan ko'maslik, ularni izzatlash va yomon ko'rishdan saqlanishdir. Erkeklik malomatchilarning malomat qilishidan qo'rqmay, haq so'zlash va uni ayon qilishdir. Erkeklik eng yuksak uqumdagi oliy janoblik va odamiylikdir. Erkeklik odillik va har bir haq egasiga haqqini berishdir. Erkeklik u isil axloq va yaxshi muomala demakdir. Erkeklik o'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani o'zgalar uchun mu yaxshi ko'rishingdir. Erkeklik zulmga uchirg'uvchini zalimdan qo'g'dashdir. Zalim oldida haqni so'zlashdir, zalim oldida ojizni qo'g'dashdir. Erkeklik har qanday sharoitda bo'lma, hojatmanlarga yordam qo'lingni sunishingdir. Erkeklik o'zingning qadrini bilib, boshqalarning ham qadrini qilib yashashingdir. Erkeklik kuching yetadigan turib, apu qilishing, achchig'ing kelganda o'zingni tutib olishingdir. Erkeklik bitalay bechoralarning ko'z yoshini muloyimlik bilan surtib qo'yishingdir. Erkeklik hech kimga zulm qilmagan holda ko'ngling to'q, vijdon azobi tatmay uxlayolgan bo'lishingdir. Erkeklik oilang uchun oilangning manfaatiga sal qarmay, ularning omonligi va bexatarligini kapolatlantirgan bo'lishingdir. Erkeklik erkekning xonimi va bolalari oldidagi mas'uliyatini bilishi va vafodorligi, do'stonaligi ham kuyinishidir. Erkeklik xonimiga o'zini dunyodagi baxtiyor insonlarning biri, o'zining sensiz yashashi mumkin emas degan tuyg'uni bera olishingdir. Erkeklik
g'oliblikdir. Erkeklik qo'rqmaslikdir. Erkeklik mardlikdir, mardonlikdir, palvonlikdir, botirlikdir. Qahramon bo'lg'im bar ana. Abduri Xandan. Bu vaqtdek ingalab dunyoni beshimga kiysam, tushunmaydi menga nima kerakligini. Quruq emasgu, eshib ketsa bir butilka sut berib baqadi. Men bu vaqt emas ana. Men sut uchun yig'lamayman. Qo'rsuqim to'q bo'lsa-mi yig'lab qolaman. Men ba'zida och qolaman. İnsandek yashashqa. Men tizlanib baqmagan, mening tizlarim qanab baqqan, tizlanmaslik uchun yugurishni o'rganganimda. Tutulib qolmaslik uchun qulluqning bo'yin turqiga kuchab qochgan edim. Tizimni qanatgan edim. Men qondan qo'rqmayman ana. Tuproqim qon puraydi. Muallimlarimning bo'ynida qilich, ati qon to'kildiganligini bilatdim. Mahallamning o'stingida qon oqatdi. Men ba'zida o qonga tushib ketatdim. Gullar qonning rangida ichilatdi. Köklari osmonda yuyilgan qon, seriqlari hasratga bo'g'ilgan qon, oqlari hozir ichiyotgan qon, so'zlari sig'inishcha ichiyotgan qon, hollari suvda yeniyotgan qon, qizillari teqichi eqiyotgan qon. Gullar o'ravaladi atrofimni. Qo'li gul qizlarning barmoqlaridan, nozugumning chepilgan bo'ynidan chiqqan qonning hidi keladi. Mökü-mökülang oynagan balalarning talasidek bizni möktirib olamdi dunyo. Yoki beshimizning balasidek ko'zlarimizni quyib o'tamdi dunyo. Tillarimizni yulib o'tamdi dunyo. Qo'llarimizni sundirib o'tamdi. Mening möküvag'im yo'q ana. Hamma onalarning qahramon balasi bo'larmi? Xoinlarni beqib qo'ygan taleysiz analar bor. Lekin ana, önüm uchib qoladi quchqingda. Agar bir tiyin uchun tirishgan bo'lsam, vatanimni qo'rib o'tishga sening quchqingda, sening o'chqingda. Men qo'mondan bo'lolmayman balkim ana. Meni qalqan qilsin vatanning bir chimdin to'psig'a. Men partlay deb turgan bombaman, meni atsun düşmanning yaqisiga. Jimjit bir bulungda aqsi qenim, düşmanning bo'g'izida chiqsa jenim. Yo'yoqsiz ko'milsa tenim, bir tal ko'k rangli gul bo'lib tuproqni yorsam, hech kimning ko'ziga cheliqmasam, har yili vatanning bayramida ichilsam, mening qahramon bulg'im bar ana. Mana mushundaq bir qahramon. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.